Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan judayam qavat-qavat bo'lib chiqadigan rasm mazali, ajoyib qatlamalar qilishni o'rganamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga 125 ml qat solib olamiz. 125 ml sut qo'shamiz. Sut o'rniga suv qo'shsanglar ham bo'ladi. Bitta choy qoshiqda razrixitel qo'shib yuboramiz. Bitta choy qoshiqda tuz qo'shib turib, hammasini bir xil massa bo'lguncha yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. 3 stakan un ishlatyapmiz. Unni hammasini birdaniga solmasdan xamir qorishlarni tavsiya beraman. Yumshoq, qattiq qilib qo'yish kerak emas. O'rtacha qattiqlikda xamir qorib olishimiz kerak. Birinchi qoshiq yordamida yaxshilab aralashtirib, keyin qo'limizda yaxshilab mushlab xamir qorib olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'lib qoldi. Endi stolimizga tushirib turib, xamirga ozgina ishlov berishimiz kerak. Ko'rib turibsizlar, unaqa yumshoq xamir emas, qattiq xamir emas, o'rtacha qattiqlikda xamir bo'lishi kerak. Salofanga qo'yib 3-4 minut tindiramiz. Yaxshi tingan xamirimizni 4 ta bo'lakga bo'lib olishimiz kerak. Keyin bularni ham zuvala holatiga keltirib olasizlar. Tayyor bo'lgan xamirlarni tarelkaga solib, yana ozgina tindirishimiz kerak. 2-3 minut tingan xamirimizni yaxshilab unlab turib, jiva yordamida kattaroq qilib ochib olamiz. Jivada birinchi ochib olsanglar, yoyishga udobniy bo'ladi. Keyin o'qiluvga qo'yib, kattaroq qilib ochib olishimiz kerak. Yuqaroq qilib ochib olinglar. Unlab boshida ochib olsanglar, o'sha oxirga borib unini kamaytiramiz. Boshida ko'proq un sepib ochsanglar, chiroyli ochiladi, ham tez bo'lasizlar. Mana shunaqa ko'rinishda kattaroq qilib ochib olamiz, yuqaroq qilib. Tayyor bo'lgan xamirimizni chetga olib qo'yamiz. Keyingi xamirlarimizni ham shu ketma-ketlikda xuddi shunaqa ko'rinishda katta qilib ochib olishimiz kerak. Mana ikkita xamirni ochib tayyorlab oldim. 100 gram margarinimizni eritib tayyorlab qo'ygan bo'lishimiz kerak. Ochib tayyorlagan xamirimizni ustidan hamma yog'iga quyib, yaxshilab surib chiqamiz. Ichiga men ko'k piyoz bilan oddiy piyozni, bitta dona piyozni to'g'rab tayyorlab olganman. O'shalarni aralashtirib, tuz qo'shib aralashtirib qo'ydim. O'rtasiga tayyorlab qo'ygan piyozlarimizni solib oldim. Juda ham mazali bo'ladi piyozli qilib tayyorlasanglar. Ustidan yana eritib qo'ygan margarinimizni hamma yog'iga yaxshilab surib chiqishimiz kerak. Keyin pichoq yordamida yoki kesadiganlar yordamida mana shunaqa lenta shaklida kesib chiqasizlar. Iloji boricha bir xil shaklda kesishga harakat qilinglar. Tayyor bo'lgan kesib olgan lentalarimizni videoda ko'rsatilgandek qilib ustma-ust qo'yib o'rab chiqaramiz. Mana shunaqa ko'rinishda qavat-qavat bo'lib chiqadi. Juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Agar ustma-ust o'rashga qiynalsanglar, sal kattaroq bo'lgandan keyin videoda ko'rsatilgandek qilib yonlardan yopib chiqaramiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi xamirimizni idishga solib turib, xolodilnikka olib qo'yamiz. Keyingi xamirimizni ham, ikkita xamirimizni ham ochib, xuddi shu ko'rinishda tayyorlab olgunimizcha bu xamirimiz tinib turadi. Mana keyingi xamirlarimizni ochib oldim. Xuddi bu xamirlarga ham margarinimizni yaxshilab surib chiqamiz. Tayyorlab qo'ygan piyozlarimizni sepib olamiz. Ustidan ikkinchi xamirni qo'yib, uni ham margarinlab olishimiz kerak. Aziz kuzatuvchilarim, kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Mana tayyor bo'lgan xamirlarimizni yana lenta shaklida kesib olamiz. Ketma-ketlikda o'rab chiqishimiz kerak.
Shu xamirdan ikkita o'rtacha razmerda qatlamalar chiqadi. Xohlasanglar ko'paytirishinglar mumkin. Opisaniyada ketkazgan masallarni hammasini to'liq yozib qo'yaman. Mana qatlamamiz tayyor bo'ldi. Ko'rinishini qaranglar, juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Birinchi tayyorlab qo'ygan qatlamamizni xolodilnikdan olib, ikkinchisini xolodilnikka qo'yib qo'yamiz, margarinlari qotib olishi uchun. Piyozli qatlama bo'lganiga ochayotganinglarda yopishib ketishi mumkin. Shuning uchun ozgina un sepib turib, jiba yordamida sekinlik bilan ochamiz. Qattiq bosmasdan avaylab ochishimiz kerak. Yoki o'rtalari ochilib ketib qoladi. Shuning uchun sekin-sekin mana shunaqa qalinlikda ochib tayyorlab olamiz. Tovamizga ozgina yog' sovurishimiz kerak. Menda sepadiganim bor edi, hamma yog'iga ozgina yog' sepib oldim. O'rta olovdan sal pastroqda pishirib olamiz. Qatlamamizni solib olovni pastroq qilinglar, baland olov bo'lib ketmasin. Qopqog'ini yopib, orqa oldini qizartirib pishirishimiz kerak. Bu orada birinchi qatlamamiz pishguncha, ikkinchi qatlamamizni ham unlab turib, kattaroq shaklda ochib tayyorlab olishimiz kerak. Agar tovangiz ikkita bo'lsa, ikkita tovada pishirsanglar ham juda ham tez bo'lasizlar yana ham. Aytib o'tganimdek, ehtiyotkorlik bilan ochib, juba yordamida ochib olishimiz kerak. Rosa qavatlari qavat-qavat bo'lib chiqadi. Mana ikkinchi xamirimizni ham tayyorlab oldik. Bu orada mana qatlamamiz ham qizarib qoldi. Qatlamani ustiga 2-3 qoshuvda yog' quyib olasizlar va yog' tarafini o'girasizlar. Unaqa ko'p yog'ga pishirilmaydi, kamroq yog'ga pishiramiz. Yog' tarafini ham chiroyli qilib 2-3 minut qizartirishimiz kerak. Har safar o'girayotganinglarda ustki qavatiga yog' sepib turib, o'girib pishirib olinglar. Shunda ustlari yana ham chiroyli bo'lib rangga kirib chiqadi. Mana tayyor bo'ldi qatlamamizni qaranglar, ko'rinishlarini. Juda ham ranglari chiroyli bo'lib chiqadi. Oldi orqasini yaxshilab tekshirib olib, idishimizga olamiz. Mana birinchisini pishirib oldik. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli ko'rinishda chiqadi. Ikkinchisini ham mana solib bu qatlamamizni ham pishirib olishimiz kerak. Ustki qavatiga o'girishdan oldin yog' sepib turib, keyin o'giramiz. Bu qatlamani ham chiroyli rangga kirg'izib, aylantirib pastroq olovda pishirib olishimiz kerak. Mana qatlamalarimiz tayyor bo'ldi. Xohlasanglar tovada pishirmasdan duxovkaga qo'ysanglar ham bo'ladi. Unda ham mazali bo'lib chiqadi. Bizaniki lekin tovada pishirilganini yaxshi ko'rishganligi uchun men asosan tovada pishiraman. Juda ham qavat-qavat, rosa mazali bo'lib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'rishinglarni hammalarga tavsiya qilib qolaman. Aziz kuzatuvchilarim, videolarim yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Meni qo'llab turganingiz uchun hammalarga kattakon rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Yaqinlaringiz uchun o'zinglarni asranglar.